Allohning izni bilan navbatdagi obyektimizni ishlarni tugatib oldik. Navbatdagi obyektimiz Namangan viloyati Chust tumani Chust shahrida. Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Alhamdulillah, Allohning izni bilan navbatdagi obyektimizni zinopiyasini, fasadning zinopiyasini tugatish jarayonidamiz hozir. Ko'rib turganingizda oxirgi stupenkani уже pardoz berish jarayoni 70 sm bo'lgan. Hovli 60 sm ga yaqin ko'tariladi. Hali to'shni 1 sm ko'tarilishi aniq emas. Sababi bu uydagi yog'ingarchilik suvi ko'chaga chiqadigan bo'lishi kerak ekan. Shuni hisobiga shunaqa baland qilganmiz birinchi stupenkasini 70 sm hozir. Bu yoqni o'zi tepalarini quyib bo'ldik. Ko'rishingiz mumkin. Qilayotgan ishlarimiz sizlarga manzur bo'lsa, albatta kanalimizga qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol yoki shunga o'xshash beton zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, ustamiz Abduqahhor bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ekranga telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh yaxshilikda ko'rishaylik.